Bu bolajonimizda ko'rib turganinglardek anemiya vторой степень, ikkinchi darajali anemiya hisoblanadi. Biz anemiya belgilarini qattan bilyapmiz. Rangi och, oq, sariqish, bolani qo'llari, kaftlari, oyoq kaftlari terlash, ko'pchilik terlashda D3 vitamini yetishmasligi rahit hisobiga deb o'ylaydi, lekin qo'shimcha mana terlashlar har doim ham rahit hisobiga bo'lmaydi. Anemiya hisobiga ham bola terlashni boshlaydi. Ko'rayotganinglardek mushsalari ham bo'sh, ozgina oq dog'chalar paydo bo'lgan. Oq dog'lar bu har doim ham gijjalan belgisi emas, bu anemiyani hisobiga ham oqish dog'lar bo'ladi. Gipotonus holati, ya'ni mushsalari bo'sh. Bola bo'sh bo'lgani bilan oyoqlarini uchini ko'rganimizda ozgina tonusi bor, krablasheniyasi yaxshi emas, gipoksiya holatlari bor bolada. Shuning uchun bu bolaga обязательно общекрепляющий massaj и обязательно biz bolani qonuniy gemoglobinni ko'tarishimiz kerak. Onasining so'zidan ko'ra har oy tez-tez kasal bo'ladi. Bolani kasallik foni anemiya bilan bog'liq. Ya'ni bola immuniteti pastligini hisobiga, anemichni bola bo'lganligi hisobiga tez-tez kasal bo'ladi. Bu bolani davolashimiz kerak.